Hammaga assalomu alaykum. Uyda o'tirib onlayn savdo qiladiganlarning kuni qanday boshlanadi? Ertalab zavtrikdan keyin birinchi bo'lib bizga tushgan zakazlarni отправкасы bilan shug'ullanamiz. Buning uchun o'zimizning lishniy kabinetimizga kiramiz va bugungi bizda aktualni bo'lgan zakazlarning kodini bittama-bitta ko'rib, rangi qanaqa adashtirmasdan hammasini kuryerga yuboramiz. Ko'rib turganingiz, bu meni hozirda aktualni bo'lgan zakazlarim. Qaysidir zakazlar yo'lda klientga ketyapti, qaysi biri esa punkt ichida egasini kutib turibdi. Zakazlarni sariq, ya'ni oranjoviy svetda turgan zakazlarni biz esa bugun yuborishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun chatga kirib, klient qaysi rangni zakaz qilganini aniqlab olamiz va kodni skrinshot qilib kuryerga xato qilmasdan, adashtirib yubormasdan yuboramiz. Avitoda klient sizdan zakaz qilish vaqtida chatda unga qaysi razmer va qanaqa rang kerakligini yozib qoldiradi. Bizning vazifamiz esa xuddi mana shu tovarni klientga yetkazib berish. Bunda bizga onlayn tarzda ishlayotgan bo'lsak, kuryer yordam beradi. Поставщикka tovarni to'lov qilamiz va dostavka uchun, отправка uchun bu tovarni tayyorlab turishini so'raymiz. Kuryerga esa tovarni kodini va qaysi rangini qaysi kodga jo'natish kerakligini yozib qoldiramiz. Bu yerda esa biz поставщик bilan qaysi tovarlar наличиеda va menga qanaqa razmerlar kerak, nechta kerak va qaysilarini u menga отложить qilish kerakligi haqida gap ketyapti. Agarda поставщикdan so'rasangiz, sizga дополнительно fotolar yana tashab beradi va tovaringiz tayyor bo'lgandan keyin sizga foto отчет yuboradiki, что sizda уже tovaringiz tayyor, bemalol kuryeringiz kelib olib ketishi mumkin ekanligi haqida. Bu yerda men kostyumlarni xarid qildim va 8400 rubl поставщикka уже o'tkazib berdim. Tovarni xarid qilish vaqtimizda polностью hamma summasini prodarizga to'laymiz, ya'ni biz tovarni sotib olamiz va bizda уже klient aniq. Endi sotib olingan tovarlarni klientlariga yuboramiz va har bitta tovarning ustida toza o'zimizga qolgan summani ustidan biz зарабатывать qilamiz. Поставщикdan foto отчетni olganimdan keyin, что tovarim gotovligi haqida endi men kuryer bilan ishlashni davom etaman. Bu yerda ko'rib turganingizdek, kuryer ham menga har doim foto отчет qilib beradi, что meni tovarimni уже yuborib bo'lganligi haqida. Keyingi etapda esa endi yangi tovarlar uchun, отправкасы uchun tayyorgarlik ko'ramiz. Поставщик uchun har bitta tovarni aytib o'tganimdek kodini va qanaqa rangida ekanligini yozib yuboraman. Bugungi videoda men sizga onlayn tarzda turib dropshipping sistemasi bo'yicha savdo qilish imkoniyati mavjud ekanligini isbotlab bera oldim degan umiddaman. Har kuni xuddi shu tarzda bizning kunimiz boshlanadi va biz qabul qilgan zakazlarimizni отправкасini xuddi shu tarzda hech qayerga bormasdan, bozor yurmasdan, tovarlarni oldindan uyga olib kelib qo'ymasdan bemalol yaxshi foyda bilan зарабатывать qilib bugungi kunda ishlab kelmoqdamiz. Xuddi shu usulda siz ham bugungi kunda bemalol ishlasangiz va qo'shimcha daromadga ega bo'lsangiz bo'ladi. Buning uchun sizdan birinchi o'rinda xohish bo'lsagina bo'ldi. Hech qanaqa dokumentlar talab qilinmaydi. Sizdan IP yoki katta bir summa daromad qilishingiz uchun talab qilinmaydi. Hech qanaqa dokumentatsiya sizning fuqaroligingizni umuman ahamiyati yo'q. Dunyoning qaysi chekkasida turmang, siz bemalol dropshipping sistemasi orqali ishlasangiz bo'ladi. Buning uchun sizga agarda siz Rossiyada onlayn savdo, ya'ni Avito bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, sizga rossiyskiy telefon raqam va to'lov kartasi kerak bo'ladi xolos. Dropshipping sistemasida biznes qilish bugungi kunda eng jadal tez rivojlanib kelayotgan biznes turi hisoblanadi va buni siz обязательно bugun o'rganishingiz kerak. Buning uchun kommentariyada Avito so'zini yozib qoldiring va bepul konsultatsiyaga ega bo'ling.